Assalomu alaykum qadrdonlar. Efirda Begimiz Rashidon va men Muhiddinov Baxtiyorjon Mo'minovich. Adresimiz Rishton shahri, Amir Temur ko'chasi, 2-ko'cha. Telefon raqam 90 277 46 64. Nimaga aytyapman? Begimiz bor. Begimizlarimiz hozir bu yerda bir 700 kilo qoldi. Qopi 40 ming, ya'niki kilosi 1600 dan. Tonnaga oladiganlarga, qopga oladiganlarga. O işte Kia Motors degan nimamiz bor. 2 tonna oladi mashinamiz. 2 tonnadan oshiq oladiganlarga dastavkasi bor. Yana do'konlarga beramiz. Hozir mana 250 kilo qadoqlab qo'ydik, do'konga chiqaramiz. Bu 2 kilodan qilingan 4000. Ya'niki kilosi 2000. Do'konlar 5000 sotyapti. Mana bu ikkita joyda 250 kilo qilib qo'ydik. Tak, endi mana bu joyda uzum tayda. Buni men elamoqchi edim, og'dardim. Chuvalchanglar bor ekan. Yoniga hozir go'ng berdim. Ustidan yonida go'ng bor edi. Yana go'ng berib, ko'tarib, kattaroq qilib suv berdim. Ular o'tadi. Buni xudo xolasa may oyiga elimiz. Xo'sh, undan keyin mana bu joyda ham tayyor joyi bor. Buni ham may oyida elimiz. Detabetdan 2 tonna chiqadi. O'sha uzum tay bilan 3 tonna bor may oyiga. Bu yog'iga mana 20 arava go'ng tashadim ustiga yoniga. Chuvalchanglar bu tomondan bu tomonga o'tadi. Bunisiga ham 20 arava go'ng tashadim ustiga yoniga. Chuvalchanglar mana tiye bo'lib bu yoqqa o'tadi. O'rtaga to'planadi, yonini olib, tomon olib, keyin yana beraverasiz yon tomonga. Mana unisi ham, bu yerda ham shunaqa yonga go'ng berilgan. Buni o'tgan oy berganman go'ngni ko'proq. Mana shu joydan boshlangan bo'lsa, mana shu yergacha bu ham iyul oyiga pishadi, elanadi. 3 tonna bu yerdan chiqadi. Iyul oyiga mana bu yerdan ham iyul 3 tonna bittan ham chiqadi, ya'ni 6 tonna chiqadi. Bu grafik bo'yicha ketyapti. Mana may oyiga chiqadi 2 tonna. Uzum taydan 1 tonna chiqadi. Bu 3 tonna may oyiga. Mana bu joyga yana go'ng tashadim. Bu yerda go'ng bergan edim. Bu yerda elagandan ortib qolgan, elakdan o'tmagani, musori, chuvalchang hammasini shu yerga to'plagan edim. Endi 2 tonnadan oshiq begimiz bor edi bu yerda ham. Bularni mana o'tlari ham chiqqan. Mana shu yerdan o'sha yoqqacha edi. Hozir yaqin 1800 kilo olib ketishdi. Qizim 40 sotik yer olishgan, uzum ekishyapti. O'shanga olib ketdi. Suvimiz quduqdan sug'oriladi. Buni ham ko'p so'rashadi. Qo'lda sug'orish shart emas. Mana bunaqa fontanlar qilingan. Bitta kranlari bor. Ag'da termostat qo'yilgan. 5 minutga qo'yilgan sepishi. O'chib dam olib turishini 5 minutdan 2 soatgacha qo'ysa bo'ladi. Hozir men bu yerda yarim soatga qo'yib qo'yganman. Yarim soat dam oladi, 5 minut sepadi. Hozir shu uzumni tay bilan mana shu yerga sepyapti. Bunisini olib ketishadi, xudo xolasa. Endi shunga ulgurib qolinglar. Oddiy xalq ham o'sha begimiz nimaligini bilib qoldi. Kelib bir qop, 2 qop ekaman, bu ekaman deb olib ketishyapti. Begimizlar turmayapti. O'shaning uchun otni chamchilab qolinglar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Teplitsani ham may oyida ekaman. Iyun oyiga bodring chiqaramiz, xudo xolasa ko'rasizlar. Bodringlar tugagan paytga men bodring chiqaraman. Uni ham boshidan yana qanaqa qilib ekilishlarini hammasini batafsil video qilib ko'rsatib o'rgataman. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Paka.